yangi yilingiz bilan. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan mana shu Black Jonas. Bugungi videomizda yangi yil keldi. Video qo'ymasam bo'lmaydi dedim. Shu uchun ham men o'zimni qishlog'imda yangi yilda nishonlayapman. Shu mavzuda bugun video olamiz. Qanday bo'lsam ketdi. Xo'sh do'stlar, undan oldin men yangi yil naqalar kiyimlar kiyib olishim kerak. Qanday chiroylimi? Men o'zimda kerkamni olaman va chanqamni ham. Lekin eng qizig'i yangi yil keldi, lekin qor yoqqani yo'q. Men ana bularni olib olaman va menda sovg'achalar ham bor. Ozgina temir, ozgina suv, oltin ozgina. Nima bular bag bo'lib ikkita bo'lib qolgan? Menga o'z bittadan edi. Yaxshi. Men o'zim bilib unaqa kovlab kelgandim. Ice, ya'ni muz kovlab kelgandim chang'imga. Va na iloj do'stlar, qor yog'maganligi sababli qorbo'lalarni paydo qildim. Nima bu? Qorbo'la chang'isimi? Qor. O'tiraman, shoshma. O'tiraman. O'tirmasan, sen o'tirmaysan. Tursan, nima qochibsan? Nima tushdi? Mol ekan-ku bu. Mol просто tak taqlangan. Yo'q, qorbo bu, golem menimcha bu. To'g'ri? Kim bu o'zi? Yo'q, qorbo bu Santa Claus, mayli Claus. Davay. Santamsan, Claus'imsan, menga farqi yo'q atak. Menimcha bu golemni Santa Claus qilib ishlab qo'yilgan. O'z bittursam bitsa juda o'sha uchun ham o'rmadim. Normalni butchi cholaykan. Menga bulardi, lekin birontasi ham kerak emas. Menga Santa qo'lab ketgan bo'lsa kerak. O'sha oltin bloklarini to'g'ratishimiz shart. Suvg'achilar yuribdi. G'alati. Shu uchun ham men o'zimga hozir kiyimim uchun darog'im. Marqam uchun va deslamani chanam uchun o'zimga yo'l quraman. Yo'l qurishni boshladim. O'zim chanam suvni ichiga chapaq bo'lib ketmasin. Chang'i o'sha kun joy quraman. Hech kim bunaqa joy qurmadi. Uchkireci? No, ekstra bor ekan. Ko'rasizlar, ochalik. Faqat bu yerda juda ham sekin. Rozangchi ekstra. Davay, bu qaraylar ekstra bu suv tagiga. Ko'rasizlar, muzlar yo'qolibdi. Suvga tushkichga rubohiy qoldi demoqchi edim. Yo'q, suvga normal yirik. Archami? Archa suvga nimasi yo'qotdi? Menimcha bu suv archasi. Maksimum utoblenik ekan. Utoblenik. Archa masalan podshoxima o'zina ketmagan. Archa demak ketgur. Utoblenik ekan. Bu yerlardan ketishimiz kerak va men o'z qayiqchamni olib ketaman. Qanaqa qayiqcha? Buncha qayiqcha demaman. Chang'ichamni olib ketaman. Suvg'achilar ajoyib ekanligi. Mayli, buni hozir biz craftingda maydalar olamiz va yangi yilni kutib olamiz. Tungi 12da. Kutib olamiz. Men ungacha shaharga borib kelishim kerak. Bir urib ko'raymi qo'rqoboda. Yana bu yerga kirib ketaman. Uyga sihatda-ku. Bu qayerning xaritasi? Xush. Shoshmanglar, agar men hozir qishloqchamni yo'qotib qo'ysamchi. Bo'lmasa, buzilgan portaldan ana u toshni olib ketamiz. O'tirol kelamiz. Tilim qavishmaydi. Ana bu shirinlikchalarda yeb olishimiz kerak. Yaxshigina tuydirar ekan. Nima bu? Pichini. Almayk. Yig'dan pichini ustiga o'tirsa bo'ladi. Legendarniy pichini ekan. Gap.
shu mumkin emas. Pechennik olacağım. Mayli ketamiz, biz ketamiz. Ana toshni olamiz. Oldik, surdik. Qani bilmasam ketdik. Ketdi. Biz o'zimizning uyimizga qo'yishimiz kerak. Ana kun ham botib qolmoqda. Bu degani yangi yil kelmoqda. Shu uchun yangi yilni kutib olamiz va uyimni yo'qotmaslik uchun mana buni yoqqa qo'yamiz. Menga bunaqa qo'yaman. Sizlarga bitta sababini ham aytib kiraman. Hozir shaharga borib, o'zimga xlop pushkalardan olib kelaman. Qani bo'lsa ketdik. Va mana do'stlar, shahardan ham kelyapman va tun bo'lmoqda. Hozir yangi yil bo'ladi, yangi yil boshlanadi. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Mana olib keldi. Bularni qarang, salyutlarni paqlashadi. Oppa. Tirstir. Yangi yil. Yangi yil bu yerda ham dal qishloqchalar bor ekan. Mayli. Xo'sh. Kechqurun zombi-pombilar spawn bo'lmasidan oldin biz o'zimizni uyimizga kirib olamiz. Kirib oldik va ikkinchi etajdan kuzatamiz. Yo'la bu lahzalarni bir oy kutdim. 11 oy. Qanday tushuntirsam ekan. Kanalim ochilganiga 11 oy bo'ldi. Ya'ni bu kanalimga emas, birinchi kanalim ochilganiga. Va bu kanalim ochilganiga rovna 10 oy bo'ldi, bolalar. Mana qanchalik xursandligimni bilsangiz edi. Buna qaranglar. Yangi shukuhi. Archalar ham yuribdi daji. Archalar yuribdi. Qani bitta yotib turamiz, nima qilamiz? Yo'q, bu yangi yil. Yangi yilni uyga salyutlarni paqlatish bilan uyga jo'nab ketdi. Bunday qilsamchi? Yo'q. Zo'r, davay uyga paqlatamiz. Yo, yangi yil. Shukuhi kelmoqda hamon. Bizning kunlarimiz o'tmoqda hamon. Yangi yil qaytar. Bu yil ham sizlar bilan o'sha yangi yil bo'lib qolar. Yangi yilni unutib bo'lmas hech qaysi yil. Yangi yilsiz yil emasdir bu yil. Yomg'ir yog'ib bordi. O'zi bir marta bo'lmaydi-yu mayli. Yangi yilmisan, yangi yil bo'lgin. Shermisan, sher bo'lgin. Sher deydi. Bu basketbol to'pi ham bor. Basketbol deb qo'ygan. Buni men unaqa pattarka qilishdi do'stlarim, meni sovg'a qilishdi. O'sha men qaranglar, men basketbol qattiq bilan o'zini yo'qotiraman. Bo'lmasam boshqacha usul. Ko'rsam. Ana endi u yerdan bir amallab olishim kerak. Divanimga ketash mayli. Hozir tong bo'ladi va qishloqlar nima qilayotganligini ham ko'rib olishimiz mumkin. Qo'sh. Qani ko'chada nimalar bo'lyapti? Qani maxluqlar bormi? Kim bu? Archalar qani? Archalar o'lib ketdi. Hamma archalar o'lib ketdi. Archalar zombimi? Tushib ketdim. Nimayli qorbolalarimiz o'lib qopti. Mayli, bu haqida emas gap. Bugun yangi yil. Do'stlar, sizning ham yangi yillaringiz bilan nima bular? Masala. Bu nima bu? Yanıma geliptimi? Hech chiqolmasa, narida ham yaxshi bo'lganmi? O'zim ergimchak ekan-ku.
ovqat yeyishimiz kerak. Bu menimcha Qorboq Santa Claus galemda galem bu. Shu galem meni urmasa deyman deb mayli. Xo'sh. Biz yesa olamiz. Qor unaqalardan va tepalarga qurib chiqamiz. Bolalar, yangi yil videosi menimcha sizlarga yoqdi. Xohlasalaringiz ertaga ham video olaman. Bu uchun kommentga yozib qo'ying. Yangi yil deb yozib qo'ysangiz ertaga video chiqadi. Vaqtlar o'tmoqda hamon. Bayramlar ham o'tmoqda hamon. Lekin siz olib bera obuna bo'lganingiz yo'q. Qanday bu sharmandalik, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Axir meni 91% odamlar obunasiz ko'radi. Qanday bu sharmandalik. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. 2026-yilda maqsadlar ko'p. Ungacha 1000 ta bo'lishi kerak. Xayr, hammaga sog', omon bo'ling. Bugungi video yoqqan bo'lsa like va obunani ham bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xayr, hammaga yangi yilni zo'r kutib olinglar. Kechqurun uxlamaydi, yana yangi yilga salom tortiladi. Davay.